Assalomu alaykum tinglovchilar. Navbatdagi masalamiz IP manzili 119.83.227 bo'lgan tugun uchun tarmoq manzilini beryapti ekan. Demak, bu tarmoq manzili 119.83.192 ga teng ekan. Maskaning mumkin bo'lgan eng katta ikkilik yozuvdagi birlar sonini aniqlang debdi. Xo'p, mana bu yozuvlarga e'tibor bermaysizlar. Buni men o'zim yozganim yo'q, chunki internetdan oldim. Shu ustozlar tashlab bergan masalalardan. Xo'p, buni yechish uchun biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Oldin ham sizlarga aytganman. IP manzil, tarmoq maskasi va tarmoq manzili bilan ishlayotgan paytimizda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan har bitta baytlar. Demak, IP manzil bo'lishi uchun tarmoq maskasida, tarmoq manzilida 4 ta bayt bor. Bular birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi baytlar, bular har bittasi 8 bitdan iborat. Keling, buni pastga yozib olaylik. Mana 119.83.227. Xo'p, bu bizda bo'lyapti. Demak, IP manzil va Xo'p, undan keyingi qatorda bizda tarmoq maskasi bo'lishi kerak. Tarmoq maskasi tarmoqni yozib olganimizdan keyin uni ko'rsak yaxshi menimcha. Tarmoq manzili berilyapti ekan. Tarmoq manzili demak bizda 119.83.192 va 0 ga teng ekan. Ana endi maskaga o'tadigan bo'lsak, maskamiz IP manzilda berilgan bitlar sonini maskadagi bitlar soniga binarni ko'paytirish orqali hosil qilinadi tarmoq manzil. Shuning uchun 119 ni faqat birlarga ko'paytirganimizda 119 chiqadi. Shuning uchun bu yerda 255 bo'ladi. 83 imiz ham o'zgarmagan. Shuning uchun 255 bo'ladi. 200 imiz o'zgaryapti. Buni x deb turamiz. Va o'z navbatida maskani oxirgi bayti, ya'ni tarmoq manzili 0 bo'lganligi uchun bu yerda ham 0 bo'ladi. Bizdan topilish kerak bo'lgan x, mana bu 3-bayt. Shart qo'yapti, maskaning mumkin bo'lgan eng katta ikkilik yozuvdagi birlar sonini aniqlang deyapti. Keling, buning uchun biz jadvaldan foydalanamiz. Xo'p. Demak, jadvalda o'rtaga tekizlab olaman ma'lumotlari bilan birga va birinchi kataga bo'sh qoldiraman va mana bu yerdan 8 bitlik oynani hosil qilib olaman. 2 va 1. Ana endi birinchi kategda bizni o'sha IP manzilimizni 3-bayti yozib olaman 200. Undan keyin mana bu yerda bizda maskamiz va tarmoq manzilimizdagi 3-bayt. Bu 192. Mana yozib oldim. Endi birinchi qatorimizda 200 ni topib olamiz, ya'ni bu 3-baytni topib olamiz. Demak, 192 ga biz 8 ni qo'shsak 200 bo'ladi. Mana bunday holatda. Endi tarmoq topib olaman. Tarmoq 192. Xo'p, maskani bizdan so'rayapti. Maskani mumkin bo'lgan eng katta deyapti. Ikkilik yozuvdagi birlar sonini aniqlang deyapti. Buning uchun sizlar e'tibor berishlaring kerak bo'lgan narsa mana bu tarmoqdagi 3-baytni birinchi boshlanayotgan, ya'ni oxirdagi bir soni. Ya'ni mana bu 8. Mana shu yergacha biz 1 bilan to'ldirib kelamiz. Shu yergacha. Buni o'zini 1 bilan to'ldira olmaymiz. Mana uni ko'ramiz. 1 1 1 1. Va mana bu yerdan 0 qilamiz. Sababi, agar bu yerga biz 1 qo'yadigan bo'lsak, bu qiymat pastga ko'payganda mana bu yer ham 1 bo'ladi va bizning tarmoq manzilimiz o'zgarib qoladi. Ya'ni tarmoq manzilimiz ham 200 ga o'zgarib qoladi. Shuning uchun biz bu yerda nima qila olmaymiz? 1 qila olmaymiz. Mana bunday holatda bo'ladi. Demak, bizning maskamizda 3-baytida 4 ta 1 bor ekan. Undan oldingilar mana bilamiz 255 va 255. Bu degani 255 imiz 8 ta 1, 255 imiz ham 8 ta 1. Demak 16 ta va mana bu 4 ta bilan 20 ta bo'ladi.
Demak javob A bo'lar ekan. Maskaning mumkin bo'lgan eng katta ikkilik yozuvdagi birlar soni 20 ta ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.